Jahon chempionatida bitta guruhda tushgan Kolumbiya jamoasidan bir-amalab o'tib olsa, durang o'ynasa, deyotganlarga aytgan gapimda, mana o'sha Kolumbiya jamoasini yutgan jamoalar. Argentinani 2-1 ga yutishgan. Hop, Germaniyani 2-0 ga yutishgan. Braziliya 2-1. Biza qiynalib durang o'ynagan Meksika 4-0 ga yutishgan. Yetmaganiga Ispaniyani ham yutishgan bu jamoa. Endi bularni yutish osonligiga yoki durang o'ynash mumkinligiga men hayron qoldim. Masalan, Portugaliyadan ko'ra Kolumbiya qiyinroq. И plus bular hujumida Luis Diaz degan o'ynaydi Bavariyada. U monster. Yetmaganiga James Rodriguez bor. Ha, Turiyli paydo bo'lib jahon chempionatida deymanmi? Prime bo'ladi. Bular himoyachilar o'sha insoniyatning tugashi gigantlar turadi. O'shaga avvalambor qattiq tayyorgarlik ko'rsa o'tish mumkin. Prosta bu Kolumbiya jamoasini mensimaslik bilaman menda. Bor, qanaqa o'rni bor deb o'ylayman Kolumbiyani. Siz qanaqa fikrdasiz? O'ta olingizmi o'zi Kolumbiyada?